Hammaga salom do'stlar, mening ismim Bron va yangi videoga xush kelibsizlar. Gap shundaki do'stlar, meni fermamga kasal tekkanga o'xshaydi, chunki qurib ketdi. Hozircha ekinlar turibdi, lekin ularni tezda terib olmasam bo'lmaydi, chunki buni qaranglar nima ahvolda. Shunchaki chidab bo'lmaydi, qurib ketgan. Bug'doylar albatta turibdi, lekin buni nimadir qilmasak bo'lmaydi. Balki qaytadan suv quyib chiqsamkina sug'orish uchun. Bilmadim. O'ylab ko'rish kerak, lekin suv qurib ketishi birinchi marta, ham qishda suv qurmasa kerak. Oftob chiqib issiq bo'lganda ham mayli edi, yoki merdan so'rasamkina mer yordam berar. Bilmadim. O'ylab ko'rishim kerak. Mayli, terib olganim bo'lsin. Hozir tergandan srazu yer qotishni mana do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Yer qotishni boshladi. Ketdi, tak bo'l terib bo'ldik, lekin bularni qancha olsak hammasi yana quriyveradi. Bu yerga suv quyish kerak, lekin quyganim bilan baribir ham ketib qolyapti-da. Mayli. Hozir boramizda merdan so'raymiz, nima gap ekan. Janob mer, xayrli tong, xayrli. Xullas, meni agrotom qurib qoldi. Nima qilsam ekan, nima deysiz? Suv quyganing ma'qul. Quyapman. Ko'proq qo'y. Qayerdan? Quduqdan. Tushunursan, quduqdan qo'yishim mumkin. Rahmat. O'zingning aqling yetmadi shekilli. Aqlim yetmadi. Tak, do'stlar, qayerdan olsam ekan ayni chelaklarni? Bilmadim. Chunki kecha qo'yib chelak bilan yo'qotib qo'ydim. Shunchalik charchadimki, qayerda qoldirganimni bilmayman. Borib sotib olishimga to'g'ri keladi shekilli. Mana bu yerda ham yo'q. Ajoyib. Shkaflarning ichida hech bo'lmasa topaman deb o'ylaganim, yer o'zi qurishga ulgurdi batamom. Lekin kimdan olsam ekan, mebelchidanmi? Hoy, janob mebelchi. Yo'q ekan, mayli, hozir boramizda do'kondan sotib olamiz. Do'konchida bo'lsa kerak, axir bekor do'konchi emas. Salom jitel. Salom. Senda ikkita chelak bormi? Bor. 2 zumrud. Kechagidek. Nima bo'ldi, olganding-ku? Yo'qotib qo'ydim. Tushunarli, yomon bo'pti. Mayli, ketdim unda. Davay. Xo'sh, bo'ldi do'stlar, endi esa boramizda quduqdan suvni olamiz, lekin ish qilgim kelmayapti sizlarga aytsam. Nima? Jin ursin, quduq qurib qolibdi-ku. Tak, svetmi? Nima uchun bu yerda yorug' bo'lib turibdi? Kimdir nima quduqdan hamma suvni olib qo'ydimi? Qanaqa bunday bo'lishi mumkin emas, do'stlar. Buni qaranglar. Bu hozir men tushunmay o'ngimmi? Qanaqasiga? Janob mer, quduqda suv qolmabdi. Qanaqasiga qolmaydi? Boring ko'ring. Tushunmadim, qani yurchi? Davay. Qanaqasiga quduqda suv qolmaydi? Tagida yorug'lik ham chiqib turibdi. Yorug'lik nima? Qanaqa hozir ko'raychi, chiqa olmayapman-da. Bo'lishi mumkin emas. Men ham shunday deyapman-ku. Hayronman. Qani tushchi, suvga sakray olasanmi? Yo'q, qo'rqasanmi? Nima? Qo'rqoqmisan? Yo'q, davay sakrash duxing yetsa. Bo'pti, mana sekin. Jin ursin. Do'stlar, hozir cho'kib ketaman. Tepaga chiqish kerak, tezroq. Yo'q, buncha chuqurga sakradimmi? Yo'q, davay, tezroq chiqishimiz kerak. Do'stlar, nafasim tugayapti. Yo'q, davay. Ozgina qoldi. Do'stlar, like bosinglar. Chiqa olishim uchun davay do'stlar. Biron bu yerda qolib ketmaydi. Chiqib oldim. Jin ursin. Bu yerda endi qanday chiqaman? Janob mer, yordam kerak. Buni buzib ham olmasam kerak, qani? Yo'q, sindira olmayman. Hattoki yondagi toshlarni ham bo'ldi do'stlar, bu yerda qolib ketdim shekilli. Hattoki inventarda bloklar ham yo'q. Bor yo'g'i mana bu chelak bor. Tak, stop. Nima bo'lyapti? Nima? Bu suvning oxirimidi? Qanaqasiga bunday bo'lishi mumkin? Tushunmadim. Janob mer. Yo'q. Do'stlar, bunday bo'lishi mumkin emas. Men nima qolib ketdim endi shu yerda? Janob mer. Hoy. Yo'q, endi nima qilaman? Hoy, janob mer, shu yerdamisiz? Jin ursin, qolib ketdim-ku. Xo'sh, o'yla. Bironman, nima qilishim mumkin? Bironman, men ushla, senga narvon olib keldim. Davay, tashlang. Hozir bittasini tashlay, tushdimi? Tushdi. Davay, men badamni ushla. Tiqilib qoldi. Hozir o'lchab tashlayman mana. Tushdi, bo'ldi joyiga. Chiqa olasanmi? Hozir men yordam chaqirib kelaman. Davay. Yo'q, do'stlar, mana bu albatta yomon bo'ldi. Hozir tashqariga chiqib olamiz. Yordam shart emas. Xo'sh, qani ketdik. Mana bu yerga ham qo'yish kerak. Qanaqadir g'alati rudalar turibdi bu yerda. Bilmadim nima ekan. Xo'sh, davay, ketdi va bo'ldi. Mana bu yoqqa ham qo'yamiz-da. Endi chiqishimiz mumkin. Opa, bu nima bo'ldi yana? Sekin. Do'stlar, bu yerda kimdir uyi bor. Nima? Chiroqlar turibdi. Yo'q, qorong'udan qo'rqaman. Bu yerda bloklar qanaqa? Yo'q, do'stlar, bu blok emas. Shirinliklar, ovqat, bu yerda esa instrumentlar kimnikidir, shkafda nimadir bor yana va zajigalka, yog'och emas bu, kamon o'qi, arqon, nima? Arqonni bunaqasi kimga kerak ekan? Balki o'zini osish uchun. Yo'q, do'stlar, o'zini osish uchun emas, menimcha tepaga chiqib tushish uchun bo'lsa kerak. Do'stlar, kakras, lekin kimga kerak bo'ldi ekan o'ziga uy qurish uchun bu yerda butun quduqni quritib, mayli, mer hali yordam chaqirib kelmaydiganga o'xshaydi. O'zimiz chiqa qolaylik. Qani ketdik do'stlar, lekin hayronman. Bu nima bo'lishi mumkin? Qanaqasiga bu yerda quduqning ichida kimdir uyi paydo bo'ldi. Tak, nima qilamiz endi? O'ylash kerak. Shuncha narsa bor, lekin bularni hozir merga beraychi, o'zi
balki tak yana g'oyib bo'lib qolibdi-ku. Yordam chaqirishga ketdim deganda axir. Endi xudo biladi qayoqqa ketganini. Hammayli hozir o'yin ichida qoldirib qolaman. Mana bu yerga tashlab qo'yganim ma'qul. Mana bular ovqatlar va bo'lchalak o'zimniki. Va yana ozgina ortib qoldi. Xo'sh, mana buni tashlaymiz va albatta narvon bizga endi kerak emas. Ajoyib, mer o'zi kelganda shuni ichidan topib olar, so'rab qolsa aytamiz biz qo'ygan edik deb. Endi esa nima qilsam ekan, do'stlar, bilmayam qoldim-ku. Qayerdan suv olsam ekan? Balki birovni огородdan olsam ekan. Beskонечный источник qilib to'ldirib olishim mumkin bo'ladi o'zimnikini. Ha, mana bunday qilamiz va oy yo'mayo jin ursin. Buni olish kerak. Bo'ldi. Zато buni qaranglar, qorni yuvib yubordi. Bu yaxshi. Tak, endi ketdik. Endi o'zimizning огородimizni suv bilan to'ldiramiz. Yaxshi do'stlar, mana огородga hayot qaytayapti. Mana bu umuman boshqa gap. Mana bu zo'r bo'ldi. Buni qaranglar. Qoyil, endi esa tak, bu yoqqa va bo'ldi. Bu yerni hozir kovlashni boshlaymiz. Ajoyib, endi yana ekishimiz mumkin. Hattoki bug'doylarni merga topshirishni ham unutma shekilli yoki unutmadimmi? Shunchaki birdaniga so'rashni boshlagandim. Mayli, tak, mana bularni ekamiz hammasini. Yaxshi. Endi esa bu tarafga bularni ham ekib chiqamiz va mana bu boshqa gap. Buni qaranglar, qanchalik chiroyli, zo'r chiqdi. Qoyil, qani endi ketdik. Tak, buni yopamiz va bo'ldi. Xo'sh, nima qilmoqchi edim men? Mana bularni bu yerga olib qo'yish kerak mer qaytguncha va baribir mana u kimniki ekani juda ham qiziqib ketyapman. Tushunarsin, hammayli. Hozir boraman-da kamera sotib olaman. Kameralarni esa o'sha quduqning ichiga qo'yamiz. Keyin esa ko'ramiz, qani kim ekan bu Krutoy, o'zicha qo'shtirnoq ichidagi aqlli odam, bizni quduqni quritgan. Keyin esa uni politsiyaga topshiramiz. Xo'sh, qani ketdik do'stlar, hozir boramizda shunchaki kamera olib kelamiz. Jitel sotuvchiga bor pulim shu. Tak. Jitel sotuvchi menga kamera kerak, bor pulim shu. Nima? Mana shular. Bunga mana buni berishim mumkin. Ikkita bo'l как раз yetadi shu menga. Qoyil do'stlar, mana bittasini chiqishga qo'yamiz, bittasini uyni ichiga ko'ramiz. Tak, jin ursin. Yo'mo-yo, sal bor yo'q 3 tagina yurakcha qoldi-ya, sal qolsa nima bilib bo'lardim. Ehtiyot bo'lish kerak, juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Tak, qayerga qo'ysam ekan? Mana bu yerga bitta kamerani qo'yamiz, chiroyli. Tak, buni qaranglar. Jin ursin. Qorni ovoz chiqdi-yu. Mayli. Endi esa bittasini bu yoqqa qo'yamiz. Tak, qaysi tarafdan qo'ysam ekan? Mana shu yerga qo'ysam yaxshi ko'rinadimi? Qani ko'raylik. Tak, shkaf. Va ko'rinyapti, buni qaranglar. Mana bu yerga qaratib qo'yamiz. Qoyil. Qaycha bu 360 kamera baribir ham o'zgarib qoladi turishi. Shuning uchun ham qani do'stlar, mana bu yerdan ketdik. Mir kelmabdimikin? Jonga tegdi-ku. Hozir boramizda ko'ramiz. Qaycha yo'q, Mirning yoniga bormaganimiz ma'qul. Yaxshisi shunchaki poylaymiz, poylaymiz. Kamerani hozir ulab qo'yaman-da. Tak. Do'stlar, xabar keldi qani. Kimdir bor shekilli. Tak. Xo'sh, hech kim ko'rmayapman. Mana do'stlar, mana. Nima? Mebelchi jitel? Jin ursin. Mebelchi jitel bu yerda nima qilyapti? Nima uchun u uyning tagida, aniqroq quduqning tagida uy qurib olgan? Tak, narsalarni topa olmadi shekilli, axir biz olib. Nima uchun kameraga qarayapti? Hoy. Yo'mayo. Xo'sh, qayoqqa ketyapti? Yugurib ketgani menga yoqmayapti do'stlar. Jin ursin. Yo, tak, sekin. Nima qilamiz endi? Nima qilamiz? Tak, yo'qmi, ko'rmayaptimi? Xo'sh, quduqdan naxotga chiqib kelsa yoki boshqa sirli joy bormikan kirib chiqish uchun? Hozir ko'ramiz. Xo'sh. Yo'q, ko'rmayapti. Hammasi yaxshi. Yo'q do'stlar, buni qaranglar. Jin ursin. Ko'rdi meni, ko'rdi. Yo'mayo. Yo, men bunday bo'lishini istamayman do'stlar. Biz bu yerdan qochishimiz kerak. Tak. To'xta. Yo, meni quvma, jin ursin. To'xta deyapman senga, bironman. Baribir ushlab olaman seni. Qochaman deb o'ylama. Nima? Yordam, yiqilib tushdim, oyog'im sindi. Jin ursin, battar bo'l, oyog'ing singan bo'lsa hozir boraman-da politsiya chaqiraman do'stlar. Qani ketdik. Mana bu yaxshi. Endi umid qilamanki, sekin ketdi do'stlar, sekin. Tak. Chiqib kelmadi hali. Xo'sh, chiqib kelmagan ko'rinadi. Bo'ldi, hozir boramizda tezroq politsiya chaqirishimiz kerak. Xo'sh, telefon qayerda edi? Telefon jin ursin, telefon qayerda qoldi? Yo'q, cho'ntagimda edi. Tak, hozir raqam teramiz va allo, politsiya. Politsiya ishladi. 26-qishloqqa tezroq kelinglar. Bu yerda katta muammo. Qanaqangi muammo? Xullas, meni mebelchi jitel qidirib yuribdi. U birinchi navbatda quduqning tagidan uy qurib olgandi. Endi esa meni o'ldirmoqchi shekilli, bilmadim, orqamdan qo'yapti. Uyingiz raqami nechi? 17. Hozir yetib boramiz. Davoy kutib. Jin ursin. Yo'q. Qochaman deb o'ylaganmiding? Ochmayman, politsiya kelyapti. Davay. Politsiya kelyapti deyapman senga. Nima?
Mana u hozir orqasidan yurgan. Tushunursin. Kimning orqasidan kim yuguryapti? Qochib ketdi-ku. Voy, janob Broman, siz shu yerdamisiz? Janob Broman. Kim bu? Qo'rqib ketibman. Politsiya ekan. Salom, xo'sh, qanday belchi? Yuring ko'rsataman. Uyga yugurib ketdi. Ha, sherigim orqasidan quvib ketganda qiziq qayerda ekan, ha? Bilmadim, shu tarafda uyi. Hozir qana, hoy, sherik, tushunursin. Ana uyi bo'sh-ku. Ha, yo'q, rostdan bo'sh. Balki yashib bo'lgandir. Bilmadim. Qani kelingchi. Nima qilamiz endi? Sherigingizni toping. Ha, shu bilan shug'ullanaman. Hozir merni uyiga borish kerak. Tushunursin do'stlar, buni qaranglar. Nimalar bo'lib ketyapti qishloqda? Nima uchun mebelchi g'orni tagidan anarog'i omborxona? Yo'q, omborxona emas, adashib qoldim. Nima edi nomi? Kolodez. Quduqning tagidan uy qurib oldi va nima uchun meni quvib ketdi? Bilishni istasangiz kanalga obuna bo'linglar va keyingi videolarda umid qilamanki bu savolga javob topamiz, chunki menimcha bu yerda qanaqadir sirlar bor. Bekordan bekorga u bu ishni qilmagan.